Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ko'rurmanlar. Bugungi programmamizda Xitoyning mushu 10 kun ichida bo'lib o'tgan Xitoydagi portlashlarni, voqealarni eslatib o'tamiz. Hammamiz bilganimizdek, Xitoydagi eng chong portlash 3-20 kuni, ya'ni Xi Yevropa ziyaratiga boshlangan kuni yuz berdi. Ya'ni Xitoyning Jiangsu o'lkasining Yancheng Shaoshui nahiyasininki Tianjiagang ximiya zavodida portlash yuz berib, Xitoyning e'lon qilgan ma'lumotida 78 odamning o'lganligi, 600 dan ko'p odamning yaralanganligi, Xitoyning yaralanganligini e'lon qildi. Ya'ni nurg'un odamning izdireksiz ekanligini ma'lumotini o'ttirib qo'ydi. Ammo bu portlashning dastlabda Xitoy markaziy televiziyasi bunga darhol javob qaytarib, bek cho'ng portlash yuz bermaganligini deb xabar tarqatib, o'z xalqidagi vahimani pasaytirishga tirishgan bo'lsa-mu, ammo necha kundan keyingi portlash ta'siridagi va uning keltirib chiqargan ziyni va izdiriksiz yo'qolganlarning sonining ko'payishiga ergishib, Xitoy bu xabarni yoshirib qolmadi. Ammo hozirgacha odam soni jihatda yolg'on shaklda ma'lumot berishga tirishyotdi. Uning uchun ba'zi analizlarning ilgari surishicha, balkim 78 dimi jiq bo'lishi mumkin, balkim 200 undan jiq bo'lishi mumkin degan shakldagi narsalar o'tirib qo'yilmoqda. Ammo bu yer tevrashning keltirib chiqargan bu portlashning keltirib chiqargan yer tevrash nimasi 3 bal darajada, ya'ni nihoyatda yuqori bo'lgan kichik tipdagi atom bombasining portlashiga teng degan ilgari surishlarmi bor. Demak, nima deganda, bu portlashning ta'sirida bu ximiya zavodi uning ustiga shu rayondagi oilaliklarning o'rtasiga silingan yer bo'lganligi uchun atrofida 30 necha oilaliklar binosiga ta'sir uchraganligi o'tirib qo'yildi. Undan keyin 2 kilometr yiroqdagi maktab bolalarining zaxmlanganligi, maktabda o'qiyotgan bolalar shu portlash ta'sirida derazalarning chiqilib portlash ta'sirida kelganligida ba'zi bolalarning quloqlarining qon chiqib ketganligida, zaxmlanganligida, o'qituvchilarning zaxmlanganligida xabarlar bor. Demak, bu portlash nihoyatda kengri ham bu portlashning jarayoni va buningga ketadigan ko'ngil bo'lishlarning bo'lmay, buni Xitoyning butun soqchilarini nimalarni ishlatib, buni xabarni qamal qilish, kishilarni o'sha gap so'z tarqatmaslik yoki u bu shaklda xabarning manbasini tarqatishga cheklaganlik xabarlar o'tirg'i chiqyotdi. Ammo hech qanday Xitoyning yuqori darajali amaldorlarining bu rayonga kelib tekshirish ilib bormaganligi va ziyorat qilmaganligi yana Xitoy fuqarolarining nihoyatda noroziligini qo'zg'amoqda. Bu birinchi 3-21 kundagi portlash. Ikkinchisi 3-25 kuni Shandong o'lkasi Jiaoyan shahri Qingfeng ximiya zavodida portlash yuz berib, 1 Xitoy o'lib, 4 Xitoy yaralangan. 3-29 kuni Shandong o'lkasi Yuli ximiya zavodi portlashda 5 Xitoy o'lib, 3 Xitoy yaralangan. Undan keyin 4-chi 3-31 kuni yana shu Jiangsuninki Kunshan shahri Xandi Jingmi aksiyadorlik shirkatida zavod tayyorlash zavodniki narsalarni pishiqlab ishlash yeri portlab, u yerda 7 Xitoy o'lgan, 5 Xitoy yaralangan. Hamda bugun hozir egallagan Facebook'dagi va ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan videolarimizda bugun, ya'ni 4-21 kuni Anhui o'lkasi, ya'ni Angang guruhining parqasan portlab, buningki shu parqasan portlab nurg'un insonlar nimaning portlash yuz bergan, o't o'chirish xodimini o'chirayotgan, nihoyatda zavodning ichida portlashib ketib qolgan ishlar, ko'rinishlar bor, ammo buning tafsilotlari haqida nima yo'q. Qanchalik odam o'lgan, qanchalik qanday bo'lgan bu shakldagi narsa yo'q. Buni hozir Google'ga chiqib tekshirib baksam-mu, Google'dami bu to'g'riliq ma'lumotlar berilmabdi. Xitoyning Baidu'ni nisbatan qilsam, uningdami bu yo'q. Demak, bu shaklda bu 3-4 soat bo'lgan narsalar bo'lgancha, ya uni qilmadimi, ya bir shaklda bular xabar shaklida nima qilmaganligi, qanchalik odamning zaxmlanib qanday bo'lganligi bu aniq emas. Ammo naq maydondagi ko'rinishdan bu portlashning nihoyatda xeli
ziyon keltirib chiqarganligi ma'lum qarindoshlar. Demak nima deganda bu yaqin 10 kun ichida Xitoydagi portlashlar, bu portlashlar tabiiy shaklda tabiiy ofat shaklida bo'layotamdi yoki bir shaklda Xitoy fuqarolarining qarshi turish shaklida bir shaklda ilib beryaptamdi. Bunisi bir qarang'u. Demak nima deganda mushundaq tabiiy ofatlar yuz bergandimi? Yana bir analizchilarning ilgirisicha Xitoyninki, Jonanxayninki rahbarlarining bu xalqining ichidagi bu portlash, bu ishlarga ko'ngil bilinmay Jonanxayda jiddiy shaklda bir uyg'unish ilib berayotganligi, o'zaro siyosiy jihatdagi ishlarni muqimlashtirish va bir shaklda tertipleş yoki bo'lmasa hozirgi savdo ishlari bo'lsin yoki bo'lmasa hozirgi davlatning Xitoyninki har ichi va sirtidagi iqtisodiy va ishsizlik besimlari bo'lsin bir shaklda buningga jiddiylashayotganligi hamda davlat ichi va xalqaro besimning ortayotganligining ifodasi deb qarayotdi qarindoshlar. Biz shunday deb o'ylaymiz, chunki Xitoy tajovuzchilari hozir Sharq Turkistonda qilayotgan zulmi butun dunyoga oshkorlab ketildi. Butun mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika, mayli Kanada, g'arb davlatlaridagi kuchli davlatlar Xitoyga shaklda bir shaklda besim ishlatyotdi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini bekor qilish va xalqlarni shartsiz qo'yib berishga chaqiryotdi va buningga xalqaro besim shakllantiryotdi. Bu fursatda bizningmi mayli 6 mushu Amerikada bo'lgan namoyish olsun va yoki hozirgi o'zimizning ijtimoiy uchur vositalari ilib berayotgan bu o'zimizning urug' tuqqanlarning masalasini kun tartibga olsun, buningda izchillashtirishni davomlashtirishimiz kerak. 6 apreldagi Amerikadagi namoyishga imkoniyatimiz bor qarindoshlarimizningki bunga darhol ovoz qo'shib shu naq maydonga berib o'zimizning oyul tuzliq ko'k bayroqlarni ko'tarib shu yerda Sharq Turkistonning zulmini nihoyatda shaklda bir anglatish va shu maydonning o'zida bo'lish nihoyatda muhim imkoniyat yer bergan qarindoshlarimizga. Yer bermagan qarindoshlarimiz shu mazmundagi shu kundagi faoliyatlarni ijtimoiy uchur vositalarini tarqatish, har xil tillarga tarjima qilish, bir shaklda yayınlash bu bek muhim deb qarayman. Shuning bilan birga Shi Qanxurning budaqi Yevropa ziyoratida Erkin Osiyo radiosining Xitoy bilimining bir ishlab chiqargan bir xabar bor. Diqqat qilsanglar, Xitoyning Shi Qanxurning 12-oydagi ziyorati bilan budaqi 3-oyning 22-23 kunlaridagi ziyoratlarini selishtirma qilgan. Selishtirma qilish jarayonida Shininki o'ng putiningki ayab mengayotgan yo zaxmlangan yoki bir shaklda qon tomir qetishgan yo bir shaklda toza bijirim bo'lolmay o't qo'psimi bir joyga yulinib qo'payotgan andan keyin ro'y jihatdagi besimning ortgan chiroyli ifodalaridan xomushliq bir xil devanglik kasallarning alomatlari bo'layotganligi andan keyin xotinning qatirida qolganligini bilimay atrofga qarab topolmay piqirib ketgan ko'rinishlari. Demak nima deganda bu Qanxurning mo'cho Sharq Turkiston xalqining duosi mishardan iloqliq, gilidan iloqliq. Alloh xolsa patarda bumu inshaalloh vayron bo'ladi. Dunyo va oxiratda xarog'inni mush dunyoda inshaalloh Alloh bizga ko'rsatadi. Bu Qanxurning va bu Qanxurning vakil bo'lgan shu kommunistik partiyasi olsun ve Jonanxayning olsun Alloh taolo bularning loyiq shaklda bir jazosini berish qodirdir qarindoshlar. Bunga ishonchimiz, iymonimiz komil. Shuning uchun bu kreditga harakatlarni selishtirish orqali demak buningki kelayotgan do'ro'y besim va shakldagi o'zidagi salomatligida bo'lgan ojizliklarni namoyon qilgan bir xabarga uni balkim ijtimoiy uchur vositalarida ko'rdinglar. Demak bu mu o'zining ichlik tanavusini jazosini tatidi inshaalloh pat muddatda. Oxirida andan keyin qarindoshlar Rossiyada Bayqal ko'lini atrofidagi Rus xalqininki muhitni qo'g'dash va Bayqal ko'lining Xitoyga suyini boshlashdagi va boshqa shu yerdagi Xitoyning mablag' solgan mayli
nimesi olsun, aşxanaları olsun, restoranlar olsun, mehmonxonalar olsun bir şekilde şu yerdeki muhitning bulg'anishiga va shu yerdagi xalqning normal hayotiga ig'ir ta'sir ko'rsatganligini bunga qarshi butun Rossiya ko'plagan rayonlarda Xitoyga qarshi namoyishlarning shakllanayotganligi va buni Erkin Osiyo radiosidan xabar ko'ryapmiz qarindoshlar. Demak, nima deganda Rossiya xalqining Xitoyning kengaymichiligi hozir Rossiyadagi boshqa bir shaharlarga Xitoylarning u yerga yeziglik necha mal qoro yoki bo'lmasa sut ishlab chiqarish bu sohalarga singib kirishga izlanayotganligi va kirib bo'lganligidek bishoratning bo'lishi bilan birga Rossiya xalqini nihoyatda bir shaklda rahatsız qilayotganligi, Xitoyning bu xil kengaymichiligi, bu xil soxta tovarlar va bu xil shu yerdagi yerlik xalqqa foyda manfaat ekanman, aksicha ularning mayli ishsizlikni ortishi olsun, mayli muhitini bulg'ash olsun bu jihatlarda ig'ir ofat ilib kelganligini to'nib ketgan Rossiya xalqi buni bir shaklda qarshi turayotganligini ko'rib turibmiz. Demak, butun dunyo Xitoyning kengaymichiligi va Xitoyning kengayish bilan birga shu yerdagi insonlarga foyda manfaat yoki bo'lmasa bir shaklda bir davlatga foyda manfaat eklashdan sir ekelmay turib shu xalqqa, shu rayondagi muhitga, shu rayondagi insonlarning taraqqiyotiga ig'ir tahdid etilganligini tushunib yetganligi ma'lum bo'lib turibdi qardoshlar. Shuning uchun biz Sharq Turkistondagi mazlum xalqning bir parchasi bo'lish sifatimiz bilan biz shu o'zimiz yashayotgan davlatlarda bo'lsin, o'zimiz turayotgan shu ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin, Xitoyning abdi basharasini oshkorlashni izchil turda davom qilishimiz va bir shaklda bu harakatimizni izchillashtirishimiz bek muhim. Biz halqiliq shaklda halqiliq vaziyatda turyapmiz. Buning uchun to'p-to'rlarda puchak gap so'zlarni deyish, uni munozara qilishning o'rniga Xitoyning g'aybatini qilaylik. Xitoyni oshkorlashga, Xitoyning oshkorlangan shu xabarlarini taqtishga buning uchun moyil bo'laylik, buning izchil bo'laylik, buning peshida bo'laylik qarindoshlar. Qandaqdir ta'inonda gaplashib, uni buni qilib bu ish qilayotgan insonlarni yoki bo'lmasa uning buni g'aybat shikoyatini qilish uchun Xitoyning g'aybat shikoyatini qildi. Shuning uchun qarindoshlarimizdan oxirida buni tavsiya qilib qo'yman. Bugungi xabarlarimizning yo'qlanmasi shunchalik qarindoshlar. Har biriga yaqinda mush xabarlarni xabarlantirishni loyiq topdim. Agar xabarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bosh barmoqni chiqib qo'ying. Agar kanalimizga abone bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib qo'ying, taqib qo'ying. Oxirida salih duolaringiz bilan yod etib qo'ying. İnşallah sizlarning salih duolaringizga ehtiyojimiz bor. Hamon Janob Alloh topshirib. Assalomu alaykum va rahmatullohi.